Allohim, meni o'z holimga tashlab qo'yma. Ey olamlarning Robbisi, o'zingga hamdu sanolar bo'lsin. Maqtovga faqat sen loyiqsan. Sengagina ibodat qilaman. Sendangina yordam so'rayman. Meni ne'mat ato etilganlarning yo'liga, iymonga hidoyat etgin. Adashganlar va g'azabga uchraganlar yo'lida duchor qilmagin. Allohim, buyuk sinov berding. Bu sinovdan meni yorug' yuz ila meni xalos etgin. Oxiratda senga ro'baro turganimda yuzimni qora qilajak xatolardan meni omon saqlagin. Sen saqlamasang, na shayton hiylasiga bas kelaman, na nafsimdan g'olib bo'la olaman. Yo Rabbim, meni zolim zulmidan xalos etgin. Ofiyat va omonlik bergin. Iymonimni salomat etgin. Rasuling sollallohu alayhi vasallamga munosib ummatlaringdan etgin. Qiyomat mahshar kunlarida Allohimning soyasida turmoqlikni, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lmoqlikni nasib ro'z aylagin. Allohim, faqirlik va muhtojlikdan o'zing asragin. Amin.